Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Muhammad Sodiq va sizlar yangi kanalda sizlar like, obuna va kommentariy yozishni esingizdan chiqarmanglar. Hozir biz Roblox o'yinidagi 99 Nachay Valesu o'yinini o'ynaymiz. Sizlar bilan Muhammad Sodiq. Va bizda 69 ta almas bor. Sizlar ham o'ynaysizlarmi? Sizlarga Realmi, Barsami? Kommentariyaga ham yozib qoldiring. Do'stlar, sizlarga Ronaldomi ili Messi? Kommentariyaga ham yozib qoldiringlar. Qani Ronaldochilar, like'ni paqillatib tashlaylar. Messichilar kommentga yozinglar. Do'stlar, menga seriyosini yoqish zo'r emas ekan. Men hozir birinchi bolani qutqarib kelaman va keyin ikkinchi bolaga ham borsak bo'ladi. Bu mening opam. Shukr. Voy. Senga shukr yo'q, Rayhona. Bir. Do'stlar, biz sizlar bilan krisalik qildik. Endi biz o'lib qolsak, evda tiriltirmaydi. Montaj qilib krisa basharasini qo'yib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qanday qo'yishadi? Arziydi. Arzimaydi. Men bekitib qo'yaman. Topsangiz sizniki. Shundoq video zapisi o'zingizlarga saqlanib qolinglar. И все bo'ldi. Ilk shunga o'zingizlar xohlagan do'stlar, ularni aytganlarini qilmanglar. Iltimos, meni aytganimni ham qilinglar, chunki men undan 2 oyu 6 kunga kattaman. Ha, birinchi 2 yil-ku, 2 yil, 2 oy hammasi. Men birinchi bolani to'liq qutqarib kelay. Siz karovatni tayinlang 20 ta. Menga buncha 20 ta qilish qiyinroq. Chunki menda hali ham 5 ta qopimni katta qilishim kerak va taporim ham juda eski tapor. Shuning uchun 20 ta qilish Voydali. Men yonimda bo'ri. Yo'q. Jonim ketdi. Menda esa vaziyat og'ir edi. Bizda Alenni yordamchilari yordamchilardan biri va bo'rlar bor edi. Menga bir zo'r g'oya keldi. Menda agar
5 ta qopli bo'lsa, men 2 ta daraxt chopsam 6 ta bo'ladi va men yana 3 ta chopaman. 6 tada menda yana bittadan ortib qoladi va bittasini olovga tashlab yuboraman. Do'stlar, bu omadmi yoki anaqami? Anaqam. Просто takmi? Хороший mishok kerak edi, хороший mishok tushdi. Voy yo'q. Menga ham kerakda. Agar senga ikkinchi marotaba katta qop tushadigan bo'lsa, menga ham bera olasanmi? Axir men ba'ziga quyonni oyoqlarini tashlab ketgan edim-ku. Yo'q, men ko'rmanman. Hozir qarang, sotib olaman. Meni bitta shukurimni ham ber. Zvonok chalgan joyimda. Nega? Meni oyog'im qani? Meni oyog'im qani? Quyonni oyoqchalari qani? Menga bitta. Yaxshi. Yo'q, u meniki edi. Yo'q, endi bu meniki. Sen meni shukurimni olgandek, men ham seni quyoningni oyog'ini sug'urib Men ham oldim. topdim. Juda yaxshi-ku. Ammo menga shukur kerak. Qidirsang topasan. Bu yordamda men Do'stlar, qaysi birini olsam bo'ladi? Menda kopyon bor, kiyim esa yo'q, revolver ham yo'q. Kelinglar do'stlar, revolverni sotib olamiz. O yo'q, sen ovqatchisan, senga kopyon yaxshi edi-ku. Menda kopyon bordi. Menga berarding. Agar och qolsam yokida bo'rilar yonimga hujum qilganda, men ularni o'ldirardim. Eski Bo'pti, sizga beraman. Nimani? Shukurni sen hali olib olganding-a? Sen menga aytganding, men qo'ng'iroqcha chalgan edim. Qo'ng'iroqcha chalgan joyimda bor edi, deding. To'g'ri. Endi sen menga olib ber, qarochi. Men ba'ziga tashlab ketvordim. O yo'q. Sen hozirgina bazaga kelding-da va tashlab ketding. Bu sen hozirgina tashlab ketgansan, lekin sen menga aytyapsan-ki, men bazaga tashladim va ketdim deyapsan. Nima degani bu? Ko'talash degani bu. Do'st, opa, дай хомяк. Вот тебе хомяк. Я голодная. Вот много еда. Нет. Нет, пожалуйста, нет. Вот не прибежи. Копье. Нет. Хороший топор. Я надеюсь, нормально сделаю. Потому что мне нужен хороший топор. Тут... еще один нам нужно. Вот. Кровать. У нас карта нету, но кровать есть. Давай быстрее работай. Быстро. Подожди. Уже еда много. Сколько левель? Третий. Эту ночь я буду сделать 4 уровень. Ты первый карту сделала, а я Это не мое дело. Это не мое дело. Bo'pti, qarang. Мне по-русскому языку говорить легко. Do'stlar, men karta quryapman, karta bor. Endi to'g'rirog'i opam olovni yuz qilsa, men уже ikkinchi bolani oldiga boraman. Хорошо. Я сейчас буду сделать. Menga 6 ta. Level. Siz endi 6 ta temir yig'ib qo'ya olasizmi? 6 металл. Нет. Do'stlar,
Kanalga obunani esingizdan chiqazmanglar do'stlar. Давайте, друзья, подписываем на этот канал. О! У нас есть борт еще. Так, сейчас нам очень нужно открыть сундук. Так где был сундук? Вайдалин. Да я голодна, блин. Да я не люблю это. Qanday turibdi do'stlar? Buni ham kommentariyaga yozib qoldiring. Птичка. Ну я голодна, мне сейчас нужно, очень нужно. Птичка. Ты сказала, сколько металл? Manda уже bor opa. 6 металлов есть. Хорошо. O'zbekcha gapiring. Ё-моё. Тебе я помогу. Прям пригнать. Давай, ну. Нет, я умирала. Men bildim. Давай, у меня есть медкит. Эй, дай! Дай, это мой телефон же! Do'stlar, sizlar bilanman, lekin meni adam kelib qoldi. Uzr do'stlar, sizlar bilan ertaga ham video ola olaman.